ko'p o'tirish ham ma'lum darajada suvaylarni mo'rtlashga sabab bo'ladi. Oldin turib yura olmasdimda, o'zgina meni lapanglab qolib keyin yurardim. Yurinchi? Hozir mana bemalol yurib turganimda ham. Men tomonga keling, sekin kelavering. Men Hozir tomonga. ancha yaxshiman. Yaxshi. Mana hojonamiz Toshkentdan kelishgan. Tuzingmiz hojoni, sog'ligingiz yaxshimi? Muolajalar olyapsizmi? Ha, olyapman. Kelganingizga necha kun bo'ldi? Birinchi listlarni? Kelganimga bugun 8 kun bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mana bugun 5-inchisi 8 kun bo'ldi kelganingizga. Aha. Toshkentliklarda videoga ko'p kelyapti-yu, chiqarishga vaqtimiz bo'lmay qolyapti o'rga paytda. Toshkent tumanidan kelganman. Shaharlarda ko'rindim, 3-darajali yemirilish dedi. Keyin sizning ta'rifingizni eshitib keldim. Yo'q, siz 2-darajali davolasa bo'ladi dedingiz. Shundan xursand bo'lib, olyapman. Oyog'imga kislorod oldim. Rosa yengilman. Bugun 5-kun kislorod olishim. Nasib bo'lsa, yaxshi bo'lib ketaman. Mana hojonim hayajonlanyapti. Mana o'sha narsalarni yengish uchun men gapirishim kerak. Hojonim bitta savol beraman sizga. Mana sizdan tog'ay qavati bor-ku. Nimadan iborat asosan? Aytingchi. Shu soha bo'yicha qiynalyapsiz-ku. Mana tog'ay qavati bo'lsa, shuni tarkibi asosan nimadan iborat? Suyak va nimalardan? Tog'aylardan. Mana hojonim men o'qituvchilikka bordim. Mana ko'p o'qigan ekanda, biologik basma ismoboda, tilchi mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, asosiy 70-80% suvdan iborat ekan. Suvdan iborat. Keyin ma'lum bir qismi kollagenlardan iborat ekan. Endi shuni inobatga olgan holatda tizza bo'g'imida tog'ay qavati bor-ku. Tog'ay qavatiga qon kelmaydi birinchisi, ikkinchisi nerv bilan oziqlanmas ekan, uchinchisi buni yashovchanligini ta'minlash uchun sinoviyaning suyuqligi bo'lish kerak ekan. Shu 3 ta asosiy xususlati bor ekanda, mana suvligi bilib olingiz hojona. Endi hojona mana veslari baland. Hojonaning veslari baland, vesi baland odamda bu tog'ay to'qimasining yeyilishi tezroq bo'lar ekanda. Kasbiy faoliyatingiz kim bo'lgan? Men mudiraman, hozir ham bog'chada direktorman. Bog'chada direktor, direktorlar ko'proq o'tiradimi yo ko'p o'tiramiz. harakat qiladimi? Ko'p o'tiradi mana. Ko'p o'tirish ham ma'lum darajada suvaylarni mo'rtlashga sabab bo'lar ekan. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'ng tizza bilan chap tizza bo'g'imni ko'rganimizda, misol shaxsan o'zim men 3-bosqich ko'rmayapman-da. 2-bosqich davolasa bo'ladigan bosqichchi davolaymiz xudo xolasa hojona. Men Toshkentga 1-2 kunda javob olganda. Rahmat. Toshkentliklarga, onaxonlarga, opa-singillarga, akalarga nima bir maslahat berasiz biz klinikani? Tavsiya qilasiz. Toshkentliklarga men hammasi kelib davolansin deyman. Mana shu yerda bunaqa yaxshi ukamiz bor ekan, ortoped, travmatolog. Menga 3 qo'yib berdi-da. Men rosa yoqda xafa bo'lganman, operatsiya qilish kerak degan. Endi protezlash. Ha. Shunaqa qo'yish kerak dedi. Keyin rosa xafa bo'lib yurdim. Keyin siz ta'rifingizni eshitib kelganmi? Yo'q, hozir xursandman. Yurayapman. Yengillik bor-a? Qani bitta yuringchi, hojam. Oldin turib yura olmasdimda, o'zgina meni lapanglab qolib keyin yurardim. Hozir mana bemalol yurib turganimda ham. Men tomonga keling, sekin kelavering men tomonga. Hozir ancha yaxshiman. Yaxshi. Old tomonga qarangchi. Juda ham yaxshi. Borsiz, menimcha hojdog'am bormilarmi? Yo'qlarda. Hojdog'am yo'qmi? Uyga borsangiz, uyda tanimaydigan bo'lib qoladi hali bu turishda mana. Rahmat. Qarang, yurishlari yaxshi. Ayoqlaringizni harakatlari yuring. Menga o'xshab yuringchi qarang. Mana yaxshi. Bukilyapti, bukilmasdi umuman. Bukilish kamida tizingizda. Sekin kelaveringchi. Mana shuni inobatga olishimiz kerakki, mana kasallikning fazasi bo'ladi. Agar kasallik kuchayib ketgan fazasi bo'lsa, bitta etap lichina bilan yaxshi bo'lmas ekan. Ya'ni bitta etap lichina bilan sekinroq o'zgarar ekan, shuni shu tizza bo'g'im bo'yicha og'riyotgan bemorlar bilib qolgani yaxshi. Etap lichina qilishimiz kerak ekan. Mana sizniki 8 kunda bitta etap lichina bilan 70% o'zgarib qoldingiz. Bu yaxshi. To'g'rimi hojona? Borib hammaga aytaman siz ta'rifingizni. Ilohim ilmingiz ziyoda bo'lsin bundan. Aytganingiz kelsin. Professor yigitlar bo'ling. Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Qizlaringiz ham rosa yaxshi ekan, muomalalari yaxshi. Ukol qilishlarini даже bilmaydi, ukol qilsa. O'sha qizlarimizni ham albatta olayotganimizda suhbatlashib, hamma tomonlama o'quv bo'lsa keyin olamiz ishga. Chunki kelayotgan mijozlarimiz hozirgi kunda yana ham xalq hayot o'zi nozilashib ketyapti, shunga mos qon tomirlari ham nozik bo'lib ketyapti. Birdan tushadi-da, shunaqa yaxshi. Bitta tushyaptimi? Ha, yaxshi. Hammasi yaxshi. Salomat bo'ling. Qizlaringiz ham yaxshi. Tinch bo'ling, sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.